Ogohlikka da'vat. Ey odam farzandi, har bir amaling yozib qo'yilmoqda. Alloh taolo aytadi: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. So'ng har bir kishining nomai amali o'z qo'liga qo'yilur. Bas, gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, holimizga voy, bu qandoq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay barchasini hisoblab qo'yibdi, deyishlarini ko'rursiz. Ular qilgan barcha amallarini naqd holda topurlar. Robbingiz hech kimga zulm qilmas. Ey odam farzandi, amaling ham, izing ham yozilyapti. Alloh taolo aytadi: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Albatta, biz o'liklarni tiriltirurmiz va ularning qilgan amallarini hamda qoldirgan izlarini yozib qo'yurmiz. Barcha narsani biz aniqlab beruvchi Lavhul Mahfuzda hisobga olganmiz. Ey odam farzandi, gunohni kichik dema, yozuvchi unutmaydi. Alloh taolo aytadi: Bala va rusuluna ladayhim yaktubun. Yo'q, bizning elchilarimiz, farishtalar ularning oldilarida qilgan ishlarini yozib tururlar. Ey odam farzandi, aytgan so'zingga ehtiyot bo'l. Alloh taolo aytadi: Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. U biror so'zni talaffuz qilsa, albatta uning oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi, so'zni yozib oluvchi farishta bordir. Ey odam farzandi, maxfiy deb o'ylagan amaling ham yozilyapti. Alloh taolo aytadi: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ. Ular qilgan har bir narsa bitiklarda, nomai amollaridadir. Har bir kichik va katta ish Lavhul Mahfuzda bitilgandir.